Hikoya boshlanishidan oldin kanalga obuna bo'ling va like bosing. Kommentariyaga keyingi hikoya nima haqida bo'lishini yozib qo'ying. Hikoya. Ba'zi eshiklar bor. Ularni ochish kerak emas, lekin u ochdi. Kechasi. Uyda yolg'iz edi. Pastdan, podvaldan g'alati ovoz keldi. Xuddi nimadir sudralayotgandek. Avvaliga e'tibor bermadi. Eski uy ovoz bo'ladi, dedi o'ziga. Lekin ovoz to'xtamadi. Sekin pastga tushadigan eshik oldiga bordi. Quloq tutdi. Ichkaridan xuddi kimdir nafas olayotgandek edi. U asta eshikni ochdi. Qorong'u. Faqat pastda bitta xira chiroq yonib turardi. U zinadan tushdi. Har qadamda ovoz. G'ich, g'ich. Pastga tushgach, atrofga qaradi. Hech kim yo'q. Lekin yerda g'alati izlar bor edi. U yaqinlashdi. Izlar devorga qarab ketgan va devorda yozuv bor edi. Kech kelding. U orqasiga o'girildi. Zina yo'q edi. U vahimaga tushdi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Birdan orqasidan nafas ovozi eshitildi. Juda yaqin. U sekin orqasiga qaradi. Qorong'uda shakl turardi. Ko'zlari yaltirab turardi. Telefoni titradi. Yangi xabar. Pastga tushding. Endi chiqolmaysan. U qochmoqchi bo'ldi, lekin oyoqlari qimirlamadi. Chiroq birdan o'chdi. Jimlik. Ertasi kuni uy egasi podval eshigini ochdi. Ichkarida hech kim yo'q edi, lekin devorda yangi yozuv paydo bo'lgan edi. Yana bittasi qoldi. Agar uyingda podval bo'lsa va u yerdan ovoz kelsa, tekshirmagin. Chunki ba'zi joylar kirganlarni qaytarmaydi.